Shoh bagaj och. Hozir. Voy, mana buni qara. To'g'ri tuxum qo'yib qo'yibdi. Mashina to'g'ri bo'lib qolganmi? Esdan chiqib qopti. Ortib ketdi. O, onangni kirligini qaragi, nimaga faqat o'zing tarafingni artgansan? Menga ko'rsa bo'ldi-yu. Bir latta patni ham olib artib o'raman. Eshikda. Suv puying bormi? Orqani qara. Voy, mashina musulxona bo'lib ketdi-yu. Menga qara, mashinani isqirtligini qaragi, mo'kaga haydab pulini o'zim to'layman. O'rtoq, nima qilasan rasxod qilib? Hozir bir chelak suv bilan o'zim yurib tashlayman. Tushibdi? Mana bo'larkan-ku yursin. Nimaga yarmini yuvmading? O'rtoq, to'g'risini desam erindim. Ba'zi odamlar bu tarafdan chiqadi. Menga bo'laveradi. O'zi ham bir graz bola bo'libsan-da. Sen aniq cho'milsang yarmini yuvib, yarmini yuvmaysan. Ola 5500 suvchi-lu. Rostdan ham qo'shan tikka chiqib ketdi. Bersan 5000. Bu shoh cho'nchagida bir simpli-yu, lekin iPhone tutadi. So'm yo'q-da. Beraman, maydalar beraman. Bizlarning ishlarni ichmayman men. Qoch yo'ldan. Senga ham yarim to'qib bera qoling. Buni ham sizda. O'chqa olmayapsan-da. Niyat qilma. Kelinglar, nimaysizlar? Aka, menga 10 minglik xudokdan. Menga bankda katta lavash. Puling bormi o'zi? To'laversan. Menga qara, necha yoshinggacha boqishim kerak. Seni qorningga qara, ho'kiz. 40 yoshimgacha. Bitta free ham qo'shib yuboring. Tayyor bo'lguncha chakib turaman. Sigaret bitta edi. Jonga yetadi mana shu darmini. Erta tug'layapsizmi? Bitta boqinglar. Davay. Keldingmi? Sala. Uxlayapsizmi bilan? Nima bu? Tekin bo'lsa, lom uydasan-a? Yurib ket. Tekinmish. Tekin tomon, tanni tozala. Uyimini? Birovda ikkinchi marta, birovni haqqini yemasam, to'g'ri yursam, nima aybim bor, nima kamchilik qilib qo'ydimmi, qattiq xato qildimmi? Jon, Temur akani nimasi qilasiz? Qoch sanami, odamlarga nima deyman? Aka sapchasi 1,5 ming qildalasizmi yo'qmi? 1,5 ming? Ayollar mashina haydasa. Kene qaramaysizmi? O'lib qolmadingiz-ku, sizni kechiring. Qani ertalabdan beri bagaj nimada taqillaydi-da, hamma knopkasini bosdim, ochilmayapti. Eringizga aytmaysizmi? Erim ertalab bozorga qotgan, yo'qotib qo'ydim. Bu pultni ochiladi-yu, bering kalitni. O'taymi yoqqa. Pultni 2 marta bossangiz, dadam ochiladi. To'g'miga xotir. Rasa taqilatdim-ku. Qayerdamiz biz? O'ynashingmi bu? Mashina olib bergan nima o'ylaysan? Yo'q-ku. Aka, men ustaman. Aka, ustamanmi? Hojatxona qayerda? Hojatxona ola. Voy, falokat paydo. Pul to'zdi. Yo'qali. Bilibsan, mashina ham, qiz ham kallasi qattiq ekan, laboviy sindirib yuboribdi. Endi o'rtoq falakatda bir bo'lib qoldi endi. Shu safar ham yordam berlaring, mashinamni olib chiqib oling. Yig'ishtirgan bunaqa yurishni, oila bola chaqangga yurganda nima qilardi? Yaxshi ham mashina yurdi. Menam so'ragan puling. Bo'ldi, bola boshqa sayoq yurmaymi? Zo'r bo'ldi lekin borib. Mashinasini olib chiqibdi yani u ham. Bola ketdikmi? Qayerga? Bo'lmasa qiyin ekan-da, baribir. Toshkent puli yig'ib olarmidi? Qarzdan o'zboramiz, ketdi. Mayli, ket. Adam bilan Ahmadmi? Mana shu o'rtog'im hozir go'shti. Sumkani metib qo'ymang. To'la olaykadi. Hozir chiqaman. To'xta. Och sumkani. Nimaga edi? Och onangni sumkani. Nimaga edi? Och sizam. Mana nima? Otang palma chakadi. Sen palani chakibsan, mol. Sen bilan uyga gaplashamiz. Anaqa. O'g'lingizga men aytganim aytma. O'g'lim olsan boshqa ko'rmay. Kirpili. Mana onasi, mashina amallab 3 mingga sotdim. Ana kelin ko'ylak puli ham chiqdi. Kelib ko'raylik, Nima? Kelin ko'ylak 3 ming? Ha, endi ardi xolos.
ortilanadi. Ko'nglingiz og'riydi. Yo'q, qanaqa orzu havas? Men senga uylangan bitta qari sigirim sotib uylanganman-ku. Qo'ylar puli qani? Pataqot qizib qo'yar puniga, hopmi? Bo'lmasa bu qari puli qani? Bu qani puniga aksiga solib berdi. Ahmoq, bitta arsa vaqalab ketishiga bu qadar pul berib yubordilaringmi? Faqat saloqi. Oyijon, o'rtoqlarni ko'payib ketdi. Joy yetarmikin? 500 ta, biz 600 ta qilib qo'yamiz. Yo'q, qattan 600 ta men erkak quda bilan gaplashdim-ku, to'y chamira qilamiz deb. Erkak quda gapiradi, hopmi? Kishi boshiga 300 ming ekan to'yxona. 100 million kredit olsangiz, hammasi qoplanadi. 100 million? 180 million bilan hammasi to'yimiz o'tadi. Shunaqa kasali bor edi endi. Xarajatdan gapirsang, mana shunaqa kasal tutib qoladi, hozir o'zi kelib qoladi. Ada, kortejimga 1,5 ming ketar ekan. 1 kunlik to'y o'tadi ketadi. Padaringga la'nat. Ungacha oting o'tib ketadi. O'zing uchun ham yasha bir bola, o'tgan umring qaytmas yana. Nima qilyapsan? Sadaqa bermoqchiman. Bularga baliq bersang o'rganib qoladi. Bularga balig'i tutishni o'rgatish kerak. Qanaqa qilib? Hozir qarab turing. Ana endi o'zini biznesini boshlaydi. So'rish qiling o'rtoq. Ketdik. Litsenziya suv sotasiz. Usha buni. O'tir. Meniki emas, shu anulaniki. Sizga 40 ta aklashib, idorada gaplashamiz. 100 ming beraman qo'yvorlaring. Voy, qachon tamom bo'lar turishim shu. Adijon, oyijon, tabriklaylar. Ishxonamdan putyovka berishdi Turkiyaga 2 kishilik. Ehtiyot bo'ling, Voy, ana qanday yaxshi o'g'limiz bor. Siz aytasiz uylanganlar, xotinni ko'tarib kirgan o'g'lingiz. Mana qarang, bizlar o'ynagandan, voy o'zi o'rganingizdan. To'g'ri, malades. Xotin, bo'lmasa tur, harakat qil, yo'limiz oq. To'xta, duo qiling. O'g'limizdan duo qiling. Ilohim, to'xtanglar. Xotinim bilan o'zim yozdirganman bunga. Nima dedi? Xotinimga dedi. Seni tarbiyani o'rgandi. Nima bo'lsa bari tarbiyam, yaxshi bo'lsa siz tarbiyangiz, ha? Ada, men akamga o'xshamayman. Men o'g'lim meni. Mani loblamim bitta umidimiz shundan-da. Endi bo'lsam qanaqa bo'lasan? Xotinimni Dubayga olib boraman. Bo'lmasam. Priyon kel oldiga. Xotin, o'zi shu ikkita Termiziy o'g'illarga bitta qiz tug'ib bersang bo'lardi. Sizning verin. Bu 5 kunlik hayotda Mana Ahmad aka, arenani oxirgi puli. Mashinani endi men nomimga o'tkazib berarsiz. Sen bola bir pasda qutulib qo'yding-a? Mana hozir. Qora jenti, bizga ham nasib qilsin. Uka nima deganing nasib qilsin. Hozir xohish bo'lsa bo'ldi. Qutulgan mashinani shapkaga olib qolamiz. 300 dan 2 yil to'laysan, mashina saniki katta bola bo'lasan. To'g'ri bolam. nashud baroy ishqim Arendani Matizdan boshlading. 10 yildan beri arenda to'laymiz. Ahvolimizga qaragin. Bu oshqozon jonivar faqat bo'g'onkan bilan pomidor ko'ryapti-ku. Ukangning ahvolini qaragin. Kim bunga 20 yosh beradi? Rahming kelsin bolaga. O'zingni apkingni qaragin bolam. Kiri qo'rganingdan yarming kuyib, yarming oqaryapti-ku. Shu mashinani haydavur. Biz ham odamga o'xshab yashaylik. Ada, 2 yil o'tadi ketadi. Ungacha oting o'tib ketmasa bo'ldi. Bugun baliq bir baliq yirkandi-ya. Qanaqa bor ekan, jon? Asalim, o'zim sizga qildoqlarni chaynab beraman. Oling. Keyin qayerga boramiz? Pochchammi? Ali opa, pochchamda yoshi bilan o'tiribdilar. Qatta? Qumariqda, bitonkan yuzida, novda milliy taomlarda o'tirishibdi. Qarib qo'yilmagan xotin bor. Chaqirib tur ketaman. Ko'rdim. Bitta o'pi. Voy. Semiz beso'noq ayolmi? Bashara so'g'a. Qoching. Xotinim, qoching. Mana shu nodanam shunaqa shiringina bolalar bo'lmaganda boru. Qoshingizni bittalab yurib olardi, xo'pmi? Oling, meyrabs. O'zi balig'i zo'rg'a ilintiruvdimi? Qochirib yubording. Yo'madim. Bang bang, выстрел из 6 базук. Bang bang.
Ezvardi o'zi ham. Qormoqayni, men ham Yandex ishlamoqchiman. Sir sanoatni o'rgat. Bitta san kam eding-ku. Menga qara. Ertadan keladi senga yirik pul beradi. Pulni shunda olasan-da, xuddi zdachi qaytaradiyondek, baringni, bardacho'laringni puliga tegini bor, tashlaysan. Keyin oxirida topolmagan deb o'ylasan-da, bir siqim tangani olasan-da, ko'p bo'lsa men roziman, kam bo'lsa siz rozi bo'ling. Ha, aytgancha, sehrli so'z esingdan chiqmasin. Menga birovni haqqi kerak emas. Ezvar ekan-da bu ham. Tag'in shoshib yurgan klientlar bor. Senga chiqib olib, Aka shoshyapman, tezroq haydang. o'shanda o'zingni tez yurgandek qilib ko'rsat. Ozgina asabiylashib qo'y, yondagi mashinalarga baqa chaqir qilib qo'y. Lekin 60 dan oshmagin. Chunki bergan puli 15 ming. Radarga tushsa 140 ming to'laysan. Jinimni yoqib, sekin yopibdi shu. Shuni o'zimi? Ya, kuni bilan seni ezvoradigan savol bor. Kamida 5 marta berishadi. Okay, Yandexda kuniga 400 ming, 500 ming topsa bo'ladimi? Ekan, taksida kuniga necha pul topasizlar? Bizanikilar birovni qancha topayotganini ish qilyapsiz. Sen qancha topayotganini aytib o'tirmagin. Bo'lmasa hamma ishini tashitdi, Yandexga o'tib oladi. Sanga o'xshab. Bu ham voz kechmas ekanda. Ko'tar kutib qoldi-ku. Ya, bu taksining eng shirin joyi premiya. Klient kutib qolgan. Menga qara, bozorda tanishlaring bor edi, sotib olaylik, moy almashtirib olardi. Bola pul topmasam bo'lmaydi, qarzga kirib ketdim, yonyapti. O'rta iPhone'ni sotganda berib yubor qarzingni. Qayerga sotaman? Variant-ku. Tarobgan egasida. Mashinani sot, qarzing to'la, qolganing matspatsi ovalasan. Ota-onam berib pul to'layapman. Mashina ham arendator nomida. Unda 3 xona domenni sotganda 2 xona qil. Ortga puliga qarzingni berib yuborasan. Voy jinnimi? Sen hali 12 yil to'lashim kerak-ku. Do'man bank nomida. Voy, hamma yo kredit, hamma yo nasiya. O'rta shaxsan o'zingniki bo'lgan nimadiring bormi? Ha, bor. Nima? Mana mana shu kreditli shaxsan o'zimniki. Yo, bu baliq emas. Tug'ilgan kunimda olib kelgandingiz-ku. Nima farqi bor? Bu ham balig'u. Yo, bolam istalab qo'yapti. Bo'lmasa burada puchuk bo'lib qoladi. Qaynonamga o'xshatma. A? Bo'pti, uxlab qolmay, hozir olib kelaman. Tezroq. Oka, balig'ingiz tayyor, 120 minglik bo'ldi. Aka 100 ming so'm pulim bor edi. Onam rosa baliq yeglari keluvdi. Oka, xijolat bo'lmay, onaxon duo qilib qo'ysalar bo'ldi. So'si bilan rosa yaxshi ko'radi. Mana oka. Aka, nima olaman? Soldim. Rahmat. Rozi bo'ling, aka. Brat, to'chdek xotinga oldilar. Ha, balam, olib kelding menga. Ha, sizga olib keldim, oyi. Qo'y, balam. Xotinimga. Akmal oltin baliq topsam, bolam. Voy, siz qayerdan bilasiz? Va 35 yildan beri bor senga homiladorligimda ading olib kelardi. O'shanda qayningiz yeb qo'yganmi-la? Ha? Oyi, kelingiz baliq yemoqchi edi. Nima uchun? Rahmat. To'xta, yotoq qoninga ko'p yemasin. Voy, po'kib qolman-ku. Voy. O'shatam. Ya, har tugure. Dardim boshlandi. Ya, men senga dardim yetmay. Dardim boshlandi, turdi qo'yaman. Adasi, o'g'illi bo'ldingiz. Burni puchubasmi? Yo'q, polvon, 4 kiloga 300 tug'ildi. Ismini nima qo'yamiz? Ismini Akmal baliq qo'yamiz. Yo'q, Akmal qo'yamiz. Orqadan boy, men qo'ysiz. Ko'chamga palseski bardir qildiryapman. Mashinalar ezvor, bolalarim o'ynash uchun. Mahallamizda bolalar maydonchasi bor-ku, shu yoqqa chiqib o'ynasa ham xavfsiz. Bu qilayotganingiz qonunga ham xilof. Ma'muriy javobgarlik 147-moddasida ko'rsatilgan. Men Anvar boyman. Xohlaganimni qilaman. 10 santimetr balandroq uylaring. Sanmisan hali? Mahalla gruppasi qani edi? Mana. Hurmatli mahalladoshlar, Anvarboy uyni oldidan o'z boshimchalik bilan bardiyor qurdiryapti. Hamma mashina haydaydiganlar diqqatiga. Uyni olib o'tganda signallarni chalib papillatib o'tinglar. Ha, Abdusattor, sen kamas haydaysan. Anu, ba'zi shuni signaling bor, o'shani chalib papillatib o'tgin. Bunga yo'lovchilarga qanaqa ozor berishi bir ko'rsatib qo'yaylik.